Amerikadagi tracking biznesning xatosi birinchi o'rinda to'g'ri strategiya qilmay qo'yadi. Misol uchun boshlagandan keyin o'shini bilimi, ilmi yetmay qoladida riskni to'g'ri olmay qo'yadi. Uni bir nechta sabablari bor. Eng katta sabablari bu to'g'ri moliyaviy ta'minotni to'g'ri qo'ya olmaydi. Misol uchun ko'p kredit olib qo'yadi, sug'urtalar bilan to'g'ri ishlay olmaydi, haydovchilar bilan to'g'ri munosabat o'rnata olmaydi. Keyin kompaniya ishlayotgandagi оборотdagi aylanma mablag'ini olib boshqa tomonga ishlatib qo'yadi. Misol uchun qimmat mashina olib qo'yadi yoki qimmat uy olib qo'yadi. U chunki kelayotgan pul har doim keladi degani emas. Bir kelganda noto'g'ri hisob-kitob qiladi-da, qimmat narsalar olib qo'yadi. O'zbekistonga jo'natadi yoki boshqa narsa qilib qo'yadi. Lekin tadbirkorlarning ichida eng yaxshisi, eng stabilnisi, eng uzoqqa borgani, eng ertasini o'ylaydiganlardan eng ko'pi o'zbeklar. Vaqt masalasi o'zbeklar uchun muhim. Chunki o'zbeklar eng oxirgi kirib kelgan, tracking sohaga kirib kelgan avlod hisoblanadi. Yangi jamiyat hisoblanadi. Chunki birinchi o'rinda trak sohasiga chet ellikdan kirib kelganlari polyaklar bo'ladi, polshaliklar 85-yilda kirib kelgan. Keyingi avlodlar bolgarlar, ruminiyalar, Pribaltika davlatlari, Latviya, Litva, Estoniyalar bo'ladi. Ularga qaraganda biz mehnatkashroqmiz.